Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yillik munosabati bilan stansiyamiz tarafidan alohida ta'sis qilingan Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'tgan 20 yillik nazarnamlik suhbat programmamizning 3-bo'limiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'ruvchilar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, navbatda chet ellardagi Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi Qozog'istonni markaz qilgan O'rta Osiyo jumhuriyatlarida yashamoqda. Ve Orta Asya'daki Uygur teşkilatlarımız, Uygur siyasi faaliyetçilerimiz, milli ustazlarımız ve millet süyer cengivar Uygurlarımız Xitay komünistleri vatanımızı işgal kılgan 1949 yıldan bu yan muhacirat elip beriyotgan Uygur müstakillik hareketimizin ve milli birlikimizin üzlüksüz zor işi ve güç işi de intayın mühim ve halkılık rol oynap geldi. Bulupmu Dünya Uygur Kurultayının teşkili cihette yokluktan barlıq kelip, kiçiklikten zorayıp, bugungi kunga kelishni O'rta Osiyoda yashayotgan fidokor Uyg'ur qarindoshlarımızning izchil holda har jihatda qo'llashdan aslo ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizlarni Dunyo Uyg'ur qurultayining barliq kelishida va uzluksiz zo'rishida Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarimizning o'ynagan roli haqida qisqacha ma'lumotga ega qilish maqsadida Dunyo Uyg'ur qurultayining o'tgan 20 yillik nazarnamlik suhbat programmamizning bugungi bölümünde Dünya Uyghur Kurultayı'nın en asaslı kurgucu azalarından Kurultayı'nın Kazakistan'daki Ali Meslahçisi, elgi tonulgan milli ustazımız Kahraman Gojanberdi Efendi bilen Kurultayı'nın Kırgızistan'daki alaydı vakaletçisi Peşkadem Köreş ustazımız Roz Mehmet Abdülbakiv Efendi'ni alaydı teklif kıldık. Hürmetli Kahramanka, Roz Mehmet Hacıka programımızga hoş geldinler. Hoş geldik. Hoş geldin. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Anda olsa programımızın resmi başlaylı. Hürmetli Kahramanka, sualımızın avval sizden başlaylı. Bilişimizce siz 1992 yıl İstanbul'da çakırılgan tuncu nöbetlik Şarkı Türkistan Halkara Milli Kurultayı'ga, 98 yıl İstanbul'da çakırılgan Şarkı Türkistan Milli Merkezi yığınıga, 99 yıl Germaniyada çakırılgan Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı'ga, şundakla 2004 yılı yani Germaniyada çakırılgan hazırkı Dünya Uygur Kurultayı'nın hemmisiga qurg'uchi a'zo sifatida qatnashdingiz ve bu qurultaylarda mühim rehberlik vazifasida bo'ldingiz. Hozir men Dünya Uygur Kurultayı'nın oliy maslahatchisi bo'lib xizmat qilyapsiz. O'zingiz Qozog'istondagi bir peshqadam kurashchimiz bo'lish sifatingiz bilan 92 yildagi İstanbul Qurultayidan taki 2004 yili qurilgan Dünya Uygur Kurultayıgacha bo'lgan tarixiy jarayonga bir baho berib baqqan bo'lsangiz, rahmat. Assalamu aleyküm bo'ldi. Endi bu O'rta Osiyoda bo'libmi Qozog'iston, Qirg'izistonda bu Uyg'ur milliy ozodlik harakati cho'nqur tarixga ega. Asli buning beshida 1920-yillari Qozog'iston davlat arbobi Uyg'urlarning hozirgi ma'rif, madaniyat, barliq sohalarning asosini solgan Abdulla Ro'zbekiyev turdi. O şu zamandaki Toshkent merkez olan Türkistan Avtonom Cumhuriyeti'de bölüm başlığı bo'lib ishilgan. Şu zamanda Moskvaga Altisha Cungariya Uyg'uriston Cumhuriyetini qurish to'g'ri takliflagan Uyg'ur millatini Xitoyning mustamlikasidan ozod qilish. 38-yili yetib tashildi o'sha ideyalarga. Undan keyin yo'qolib ketgan, ammo 1955-yili bir qism kishilar chiqdi. Amavi 100 mingdan oshiq kishilar bu 1962-yili G'ulja namoyishi 29-may shundan keyin qichib chiqdi. Mana shular o'tgan asrning 60-yillari tunji bo'lib harakatni boshladi. Bu yerda atoqli yozuvchi Ziya Samadi va milliy qahramonimiz G'ani Botir cho'ng rol o'ynadi. G'ani Botirning asli tashabbusi bu Toshkentdan Olmaotaga kelganda cho'ng mashrab uyushtirib madhiyalaganda o'shundoq degan, hey, mana zamon o'zgardi, endi Moskvaga ko'k ko'zdagi yezinglar, endi ular qo'llaydi. Shundan beri harakat bo'lgan. 91-yili men Olmaotaga qaytib keldim. Uyg'urshunoslik institutiga xodim bo'lib ishga kirgan. Shu vaqtda shunday jarayonni ko'rib, ba'zi takliflar bergandan keyin meni 92-yili 1-oyda
Uyg'urlarning davlatlararo ittifoqi. Uning maqsadi shu Sovet ittifoqi boshlangandan keyin O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarning madaniy ma'rifiy masalalarini saqlab qolish uchun shu vaqtda bu to'rt jumhuriyatlik madaniyat markazlari bor edi. Shularning beshini qo'shib ikki masala. Birinchi madaniy ma'rifat masalalari, ikkinchisi bizning ona vatandagi Sharqiston Uyg'uristondagi inson huquqi masalasida doirasida xalqaro prinsip norm bo'yicha siyosiy faoliyat ilib berish. Mana shuningga sayılganlıktan bizim işler içilip gitti. Türkiye bilen bu bizim halkara münasebetler komitesi Doğukuniyasın alak ornattı. Türkiye'den Şartson Vahbedin başkatıp bizim Cangivar dostumuz Hamutcan Köktürk Almut'uk geldi. Şu 12. ayda kurultay bolduğan meselen oturup koydu. Biz onu hem yerde tanıştırdık. Teklifnamla geldi. Şunda Uygurlar devletleri ittifakı asasi rehberlik kılıp Kazakistan'dan 30'a yakın kişi vardı. Bunun içinde bu Şarkistan Cumhuriyeti Başkanı Abdurrahman Mahsun, Milli Army Polkovniki, klasik yazıcı Ziya Samedi, minister. Yani bir gruppa çoğun ofisirler. Onundan başka şu zamanda Kazakistan'ın en ilgar ziyalıları. Mesela Uygur Şunas İnstitutu'nun müdürü Komünar Talip, Uygur Avazı Gezisi'nin baş muharriri Yoldaş Azamatov. Bunlar Katarlık kişiler bağın. Bir vakitte, o vakitte 91. yılı Sovet İttifakı'nın özgürlüğüne maslaşıp Haşır Vahidi Uyguristan Azatlık Teşkilatı'nı Yusufbek Muhlisi Şarkistan Komiteti'ni kurgan. Ulama badi. Şunda kılıp biz aktif faaliyette bulduk. Benim hayran kalganım birinci o vakitte benim tilimi kamdi. Köp dersini andan düşenmettim. Bu meselelerini bilmettim. Rastlı etsem. İlki rivayet aylangan Aysa Yusuf Alptekin bu yakta general sifatiki Muhammed Rıza Bekin Katarlı kişilerini görüp bunların daklatlarını anlap umumen bu kurultay intayin manevi cihattan güçlü oldu. Şu vakitte bütün dünyadaki hareket kılışkı başlayan yoki hareket kılatkan teşkilatlarını yoki faaliyetçilerden yığdı. Yığıp tunji qitim siyasi hitapname kabul kılıp bunun da müstakillik meselesi oturup koyuldu. Tüp asası gaye istiklal dep yazılgan. Ben şu istiklal sözünü bilmezsin. tekrar bazı ziyalardan sonra düşengen istiklal. Çünkü ben müstakilliğini bilmem, istiklalını bilmeyim. Bu şu vakitte 92. yılı halkaradaki Uygur Milli Azat Hareket'te çoğun buruluş oldu. Halk aralışı karab yüzlendi. Nezerevi cihattan, teşkili cihattan biraz kamçılığa oldu. Xitay bunun en katık çocuk etip tütkül güç vücudu bilen bu teşkilatını elbette yadaki bazı kamçılıklarını Uygur cemiyetindeki şu vaktki siyasi anılarının biraz susluğundan paylanıp faaliyetini suslaştırıverdi. Şuna benim göz karışımca bu 92. yılki kurultay intayin muhim ehemmiyetga ega. Bundan keyin bu Gulcuda zamonaviy Uygur yoshları ili meşrifini kurganlar. Xitayning mustamlik siyosatiga intayin qarshi bu tuvutni cheklash, ishkirdan Xitoylarni ko'chirish, mecburi assimilyatsiya qilish siyosatiga qarshi birazlik oddiy demokratik usulda Xitoyning asosiy qonunining 36 moddasiga moslashib nima ish qilgan. Uni qonxo'r Xitoy hukumati qonliq bosdi. Mana shu vaqa biz Olmutuda
bo'libmi tashkilotning rahbari sifatida biz zich yerdagi vaziyatni o'rgangandik. Shuning bilan biz İstanbul'a material evtimiz, yakılımız, dünyadan jurnalistler kıyafetle sözlevatımız bir ılkı demiyor. Asasen bunu London'daki Amnesty International'ın məxsus Rus bölümünün edimi geldi. Şunu ben sözleşkende ben şunu siz kaldım. Başkalar muşu bir vakat olup başka ahbarat begen. O onda begen. Menin kolumda hüccet boğanlıktan bazı hüccetlik bir çıktırıştım. Faktlarını, video var kaza. Şunun bilen bize qaytadan oy payda bo'ldi. Bu xalqarada hem tashkilotlarni bizni o'tirazen yetaklaydigan bir organ bo'lishi kerak deganda. Oqibatda shu 98-yili general Muhammad Rizabekinning uzun muddatlik xat yozish, telefon qilishni aqsida taklif qildi, berib shu Sharqiston milliy markazini qo'ydik vaqtlik. Uning asosiy maqsadi qaytadan dünyadaki tashkilotlarni jamlab Sharq Turkiston milliy qurultayini qurish bo'lgan. Yotgan yer jannat bo'lsin, Muhammad Rizabekin intayin yaxshi ish qildi. Mana 99-yili München'da, Germaniyada. Shu qurultay ochildi. Uning oldida Muhammad Rizabekin mushu Qozog'istonga, Qirg'izistonga keldi. Qozog'iston keldi, biz uni maxsus Qirg'izistonga apadik. Men o'zim bu Olmaota, Bishkek, Toshkentning orasida har qachon qatirib yurardim. Apirib, tanishtirib, shuning bilan nimishki İstanbuldan Germaniyaga yetganmiz deganda, mana shu kishi dedi. Turkiyada qonun dairasi va boshqa sabablardan biroz kamchilik yo'q. Yevropa. Biz mi to'g'ri ko'rdik shu vaqtda hozirgi Yevropa birligi yo'qdi, ammo Yevropa bexatarlik degan bir nima bor. Ham bu Parijda, Venada asosiy xalqaro siyosiy anjumanlar bo'ladi. Shuning bilan to'g'ri ko'rdik. Qurultay yaxshi o'tdi. Yagim yana Qozog'istondan bir az bo'lsa endi viza masalasi bilan ziyonlarni apadik. Saylan bo'lib, bunda aytganda qaytadan shu Sharqiston milliy qurultayini aksi keltirgan bo'ldik. Bumi xeli bir burilish qildi. Lekin u vaqtda aktiv faoliyatchi 95-yili biz Olmaotaga chaqirib yerda Dünya Uyg'ur yoshlarining festivalini o'tkazib shu vaqtda men bayqab qolgan Dolqin Aysa 1996-yili Uyg'ur yoshlarining qurultayini qurib, bu 99-yilgi 2000-yilning 5-ida u aktiv faoliyat ilib berib dunyodagi yoshlarni jalb qildi. Shuning bilan yana bir xalqarada ikki bosh paydo bo'lishining xatirini sezib, shu jumladan bizmi xat yezib, shu vaqtdagi g'olliq tashkilotlar hamda Turkiyada bu Sharq Turkiston vaqtlik milliy markazi, Yevropada Sharq Turkiston Yevropa birligi, Dünya Uyg'ur qurultayi, Dünya Uyg'ur yoshlar qurultayi va O'rta Osiyoda bu Uyg'urlar davlatlar ittifoqi va uning ichki tarkibidagi madaniyat markazlari, shu jumladan Qirg'izistondagi madaniyat markazlari aktiv faoliyat qildi. Natijada oxirgi navbatda shu 2004-yili birlashma qurultay o'tkazib, bu Sharq Turkiston, Uyg'uriston milliy qurultayi bilan Dünya Uyg'ur yoshlar qurultayi birikib, Dünya Uyg'ur qurultayi sahnaga keldi. Shuning bilan cho'ng burilish yuzga chiqib, mana taraqqiy qilishning aqsida Dünya Uyg'ur qurultayi bugungi xalqarada tanilgan, xalqarada masalan BDTdan boshlab barliq xalqaro tashkilotlarda, Amerikada davlatlarda, shu jumladan bugungi kundagi intayin ig'ir vaziyatda Xitoyning qirg'inchiligini 11 xalqaro subyekt, ya'ni 10 davlat, bir Yevroparlament, bir xalqaro subyekt, shunga 11 xalqaro subyekt Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb
karar aldı. Bunun da Dolkun Evse başlık ve onun sabdaşları, kurultay rehberleri hal kılgıç rol oynadı. Şunu bilen mana şey geldik biz. Köpten köp rahmat tafsili tushuntirib berdingiz. Ayni vaqtdagi tarixiy aq ko'rinish ham tashkilotlarniki xizmatlarini. Hamda hurmatli Ro'zi Muhammad Tajika, sizmi ayni chog'da Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining raisi bo'lish sifatingiz bilan yuqorqi butun qurultaylardagidek qatnashib ekansiz. Bu qurultaylarda rahbarlik vazifalarini o'tab ekansiz. Bilishimizcha 2004-yili qurultayning ismini bekitish jihatda vakillar orasida jiddiy talash tortishlar yuz bergan ekan. Masalan, Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi deb atamdiq yoki Dunyo Uyg'ur Qurultayi deb atamdiq degandek masalalarda. Ammo O'rta Osiyo vakillarining jiddiy taklifi, shundaqla qurultay vakillarining ko'p sonliqining ovozi bilan qurultayning nomi Dunyo Uyg'ur Qurultayi deb bekitilgan ekan. Siz bu ismda qat'iy ching turgan vakillarning biri ekansiz. Bu vaqtda siz ayni vaqtdagi tarixiy oq ko'rinish bilan shu vaqtlarni bir eslagach, o'zingizning shu chog'dagi qarashlaringizni bir o'ttirib qo'yib bergan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum, rahmat savolingizga. Endi asosiy umuman gapning cho'ngini Qahramon kam ustozimiz deb bo'ldi. Men qisqacha endi bu Qirg'izistonda nima ishlar bo'lgan, qanday proseslar bo'lgan, shuni olib qo'shib qo'yay. Endi Qirg'izistonda milliy anınki jangchilari, ofitserlari nayti nurg'undi. Şu atalarımız, akıllarımızdaki tesiride biz yaşlama, vatan süygisi ve vatan müstakilliği muşunla uylap jürettik. Şahsi üzemnin hareketim 80'li yılları sada seksiyada şu vakti da şu Radyanın aldıda Uygurlarının azrak yaşları okuyucular şularını bir kurup hem de Sovet İttifakı şu vakti da özünki bayısıga şiltepti. Gapni uçıgandı. Şu vaktinden tatip bu milli azatlık harekette memma üzemnin kolumdan kelgiçe bir kişilik hassamını koşup geldim. Bay yukarıda itkandak bir adamdı bizimki akıllarımız polkovnikla Nebcan polkovnik, Sulayman polkovnik, Abdurrahim polkovnik dep yana nurg'un mayor, kapitan, nurg'un xizmat qilgan jangchilarimiz, akıllarımız badi. Şahsi ularning ichida birisi mening o'zimning akam bor, ikkinchisi tog'am bor. Mushlarning ta'sirida bir milliy suygisi paydo bo'ldi. Nimishga endi boshqa millatlarda bärinin bor, nima uchun biz vatanni tashlab chiqib ketdik degan savollar yoshlarda jiq bo'ladi. Chunki men o'zim 3 yoshimda chiqqan, shu 55-yili birinchi chiqqan yilqi Dolqun Uyg'urlar bilan chiqibdimanki, shu vaqtda men 3 yoshdim. Hatto maktablardan borgan vaqtida her daim nimishki bu bizim memleketimiz yok deb, chunki ata-onalarimizningki vatanni aslab shularning yerda o'tkazgan kunlarni, hatto Sharqiy Turkiston o'zi mustaqil bo'lib Uyg'urlar mustaqil azroq darajada yashagan shu baxtiyor kunlarni aslab yig'illarni ko'rgan. Atalarning yig'isi Allohga bek ta'sir qildi ekan. Shuning bilan bayaman degandek 80-yilları yoshlarninki sada seksiyasi bu keyinsiga bir adama nurg'un adamlar bir tashkilot qurish kerak deb buni bu Gorbachevning perestroykasidan keyin 89 Muzaffar Qurbonov shu vaqtida nimaniki bu kommunizm to'y gazetininki muxbiri Qirg'izistonda bu akimizningki boshchiligida yana nurg'un nashada o'lib ketgan hozir yo'qlar Sabir Hajjayevlar mush akillarimiz nurg'un badi. Buning ustida turgan shundaqla akademik Aziz Narimbayev o akıllarımız badi. Şunlar bir yerde 89-yili
ittifaq jamiyatini qurdik. Vaqtida Bay Qahramon akam degandek jamiyat emas, bu madaniyat markazdi. 89-yılı bu kuruldu. Onun da biz birinci kurultayda şeyde memma muavinlarının birisi olup saylandım. Çünkü vaqtida reisimiz Nurmehmet Genci, onunki iqtisadi taraftan ben siyasi taraftan Müzaffer Kurban, medeni taraftan Nizam Sametov deb müştötimiz saylangan. Ondan keyin bu işler boldu. Ya hatta bizdeki nimemiz bu Kırgızistan'da iş kısak tügümeydi. Onu hatta şu vaqtda Kazakistan'daki kıyırındaşlarımız bilen alakamız var. Şu şiyagide şundakla bay Qahramon akam degandek Aşir Vahidullah biya kelgan, Yusufbek Muxlisilla kelgan, Ziya Sami dikkan kelgan, muş arılışıp, muşlarınki bütün bärinin arasında biz özümüzdeki tasiriyatımızını aldık. Şunun bilen 1989-yılı ittifaq kuruldu. Azraq vaqtdan keyin bu Bay Qahramon akam degandek xalqaro Uyg'urlarning hareketini birlashishga bu hareketler bir yerda başlandı. Başlangan vaqtida keyinchigi 2000-yılı bu bir yerda bizningki ittifaqninki raisi Nig'mat Busaqovni qotilninki itishi bilan u o'lib ketgandiki, uning o'rniga rais bulup ben saylandım. Rais bulup saylanıp anaskin bu baya Germaniyalarga berip bu xalqaro hareketke şu vaqtda tunji qitimdan qatnashishim, aktiv qatnashishim. Şiyada anaskin bu München'da Bay Qahramon akam degandek ikki bu Sharqiy Turkiston qurultiyi ve Yaşla Dünya Uyghur qurultiyi ikisi bir bulup da chiqdim. Hatta bu 2001-yılı bu Tallinn'de başlangan. Tallinn'den tatip keyinchigi u yerda Yaşla Dünya Uyghur Yaşla qurultiyiga beribdim. Rasmen birinchi qildim. Bundan keyin bu ikkisini qanday qo'shib kuchliroq bir tashkilot quraylik degan harakatlar boshlangan vaqtida Bay siz degandek yerda ikki ko'z qarash bo'ldi. Birisi Sharqiy Turkiston Dünya qurultiyi, yan birisi biz asosiy bu Sobiq Sovet İttifaqıdan kelgan Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'urlar bütün bari biz faqat chin Uyg'ur degan ismini dunyoga tonutishimiz kerak. Bo'lmasa Sharqiy Turkiston bu ziminning ismi, lekin millat iyada yashayotgan Uyg'ur, asosiy yer egisi Uyg'ur. Mushuni biz dunyoga tonutmasak bo'lmaydi degan ko'z qarash bilan boya bu Dünya Uyghur qurultiyining birinchi qo'shuv 2004-yılı bu qurultayda cho'ng talashlar bilan ko'pchilik yengib chiqdi. Shuning bilan Dünya Uyghur qurultiyi deb Uyg'urning ismini chiqardik. Shu vaqtda demayki nayti yaxshi ish bo'ldi deymiz. Bu to'g'ri ish bo'ldi. Chunki mana keyingi tarix ko'rsatyapti. Uyg'urning ismini dunyoning butun bari tonulup hozir mana Uyg'ur qonunlari va boshqa Uyg'ur ismlar endi Uyg'ur deb chiqyapmiz. Inshaalloh vatanimiz, ziminimiz bizniki mustaqil bo'lgandimi, yadimi asosiy bu yerda rolni endi Uyg'urlar bo'lgandikin Uyg'uriston deb bu ism bo'lishi bu nayti adillik bo'ldi deb o'ylayman. Tepsili eslep berginizge köpten köp rahmet. Endi hürmetli Qahramon aka, siz Dünya Uyghur Qurultayının ötken 20 yılgıca qısqacha qanday baho bersiz? Qozog'iston Uyg'urlarining Dünya Uyghur Qurultayiga bo'lgan qo'llashi bu jarayonda qanday bo'ldi? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. 20 yıl endi tarix miqyosida az narsa, lekin bizning yüz berayotgan jarayonlar hisoblasak xeyli ko'p. Dünya Uyghur Qurultayi bir tarafdan sharaflik bosqichni besib o'tdi, ammo ikkinchi tarafdan bo'ron chopqin bo'ldi. Bu endi Uyg'urlar tarixda chet ellarga chechilib ketganlikdan har xil sohaning, har xil kichkin tavalarning kishilari bo'lib, har xil saviyada bo'lganlikdan bu harakat
стихиялық тәріпі күшті болған. Стихиялық тәріп әрекетінің. Uyghur Milli Azadlık Hareketi'nin nazariyası şekillenmegen. Asasını ben bek hürmetleydiğim bir taraftan bizning Abdullah Uzbakiyev, ikkinchi tarafdan Muhammad Emin Bug'ra, Sharq Turkiston tarixi. Bu ikkisi asosan sağlam. Shuning ta'siridan shu 92-yilgi sırt ko'rinishda intayin esdashlik shundoq kuchli ham strategik to'g'ri mustaqillik siyosiy yo'l bilan kurash qilish Sharq Turkiston Uyg'uriston musulmonlarni dunyoga tonishtirish bo'lgan. Shu ideya ming afsus 90-yillarning oyida ideya bor, harakat yo'q. Xudog'imiz shu yoshlar harakati kuchayib, shu ikkinchi bosqich 2004-yil bo'ldi. O'zgarish. Bu qurultayning alohidligi shunday iboratki, shu vaqtda to'nilgan siyosiyon Vakolatli Millatlar Tashkilotining bosh kotibi, xalqarodagi vaziyatni yaxshi biladigan Erkin Alptekin saylandi. Asli Qozog'istonda ham ben şu qurultayning oldida Bishkekka bordim, Toshkentga bordim, shu Ro'zmanatlar hammasi bilan maslahatlashib, biz faqat Erkin Alptekinni rais qilishga xulosa kelgan. Uyg'uriston Sharq Turkiston masalasida intayin ko'p talashlar bo'lganmish. Almutning o'zida bizning endi tugimizni Uyg'uriston to'g'rilikdan ko'proq Uyg'uriston tarafga. Keyin Münchendagi bir qo'shib qo'yganim bu 2004-yilgi davr bo'lgich qurultayning ahmiyati shundan iboratki, buning nizomnomasi intayin puxta muhokama qilindi. Mashada Erkin Alptekinning o'ynagan roli kuchlik. Yelim esimda shu vaqtda qanday biz tashkilot quramiz? Tashkilotlarning birligi tashkilotmi yoki partiya o'xshash shaxslarni butkul dunyoga birlashtirgan tashkilotmi deganda, mana Erkin Alptekin universallik prinsipini o'tirib qo'ydi. Ham tashkilotlar, ham ta'sirli ziyoli shaxslarning faoliyatlarini hammasini biriktirdi. Xalqi bir ziyon shu tashkilotga a'zo bo'lib, rahbarlik o'rinlariga saylandi degan ideyani qo'yib, muhokama qilib, qabul qildik. Ikkinchi, shu 2004-yil bo'lgan yig'inda qaranglar. Intayin kuchli yaxshi nuqtai nazar panturkistlar bo'lgan. Panturkist ideyasiga turmada o'tagan. Masalan, Hoji Yoqub Anat turmada o'tadi. Nima? Ahmad shoir Ziyol Ahmad Egamberdi turmalarda jabhat chekdi. General Muhammed Riza Bekin. Her bir nuqtai nazardan ikkimiz intayin tez yaxshi til topatdik, so'zlashatdik. Men biroz uni qiyin tushunatdim. Chunki shu zamonda mening ko'z qarashimcha u turk shevsida, uyg'urcha turk shevsida so'zlaydi deb o'ylabdim. Shular bo'lsa-mi, shularning ta'siri bo'ptisimi, o'rtaq shu Uyg'ur nomini qabul qilish mana hozir butun dunyoda rasmiy parlamentda yoki hukumatda olgan qarorlarda Uyg'ur masalasida qaror ilindi. Bu muhim bo'ldi. Nizomnomaning bo'lishi, endi nizomnoma shu Germaniyada adliya ministri tasdiqlanish lozim bo'lganlikdan yerda xalqaro prinsiplar kirgizildi. U 1948-yilgi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson huquqining umumiy kitobnomasining asosida yozilgan va 1966-yilgi yana shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki ahdnomasi. Biri millatlarning madaniy, iqtisodiy huquqlari to'g'ri ahdnoma, ikkinchisi millatlarning siyosiy, fuqarolik, grajdanlik huquqlari to'g'ri ahdnoma. Bu ikki ahdnomning alohidligi shundan iboratki, bularning 3-moddasi shunday boshlandi.
Her kandak millet öz takdirini özü erkin belgüleş hukuka ega. Uygurcha tarjimasi shunday. Ruschasi bek yaxshi endi nima adliy nuqtai nazardan. Mushu huquq asosida o'zining siyosiy statusini, ya'ni siyosiy darajasini, shaklini o'zi belgilaydi. O'zining iqtisodiy, madaniy hammasi o'zi boshqur degandek mana mushular yezildi. Ya'ni mushu asosida mustaqillikni qo'lga keltirish prinsipi shu vaqtda shakllandi, uzil kesil. Chunki agar quruq mustaqillik deb yozilsa, uni tasdiqlash mumkin emas. Mustaqillik ideyasi xalqaro prinsip, norma bo'yicha qonunlashtirildi. Ikkinchi erkin erkinning obro'yi bilan shu vaqtda bu Uyg'urlar bilan birlashib harakat qilib bo'lmaydi, o'z oldida harakat qilamiz degan ko'plagan tashkilotlar paydan-pay dunyo Uyg'ur qurultiyiga yig'ilishga boshladi. Ammo 2005-yili vijdon taqiblash kuchirgan, turmaga yotgan Rabiya Qodir xonim turmadan chiqib Amerikaga o'rinlashdi va uni xalqaroda parlamentlar, hukumatlar shu inson huquqiga qattiq dafsanda bo'lgan, o'zining vijdoniy huquqiy, o'zining fikriga taqiblangan kishi sifatida parlamentlarga, hukumatlarga chaqirib, uni guvohlik berish yig'inlariga chaqirishga boshladi. Shuningdek bilan erkin erkin shaxsan menga degani mushu xonimning imijidan haqiqat paylanib saylash kerak. Shu orqali biz Uyg'ur masalasini tig'ima ko'tarmaymiz. Chunki erkin erkin Uyg'ur masalasining xalq aralashtirishga tunji bu yasagan kuchli harakat qilgan kishi. Shunday qilib Rabiya Qodir keldi. Bu yoqma o'zining shu imijini paylanib Uyg'ur masalasi xalqaralashtirish, buni Yevropa parlamentiga, Jenevadagi inson huquq kengashiga qo'yishga imkonlarni yaratdi, yaxshilarni qildi. Endi 2017-yilgi 6-favqulodda qurultayda Dolqinaysa birinchi 96-yili yoshlar Uyg'ur dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayini qurgandan boshqa, 99-yil Myunxenda o'tgan qurultayda riyosatchilikda bo'ldi. Dolqinaysa qatnashdi aktiv. Ham 2004dan tortib har qachon ikkinchi shaxs bo'lib, bosh kotib, ijro komitetining raisi qurultayda ikkinchi shaxs bo'lib ish qildi. Butun tashkiliy har xil maktublarni yozish, butkul davlatlar bilan aloqa qilish, avtishlarning hammasini izchil zamonlashtirdi. Ham o'zi shu vaqtda vaqtni g'animat bilib, o'zining xalqaro siyosat masalasini o'rganish, diplomatiya masalasini o'rganish, xalqaro qonun huquqlarni o'rganish, Uyg'urlarga kerak kishilarni, Uyg'urlarga foyda beradigan xalqaro tashkilotlarni o'rganish masalasini izchil ilgari surib, 2017-yildan keyin eng og'ir davrda dunyodagi iqtisod bo'yicha ikkinchi o'rin turadigan dahshatli totalitarlik, diktatorlik davlat kuchi bilan Xi Jinping davrida Uyg'urlarni konslager yoki yig'ilish lagerlarini markaz qilib millat sifatida yo'q qilish, hozirgi ularning o'ylab Junxo millati gavdasini, ya'ni Uyg'urlarni Xitoy qilish majburiy davlat kuchi bilan uningga qarshi chiqqanlar hammasini maxfiy qatl qilish, urib so'qib mana kunda turmlardan meyitlar chiqyotdi, to'xtamay. Bu taqiblash to'xtagani yo'q. U oson emas. Amerikada 10 necha davlatning maxsus qaror elishi. Bu 1941 ikkinchi dunyo urushidagi fashistik
Germaniyanın yani Hitler faşizminin Yahudilerge kan Holocaust'si, genosid siyaseti ikisi ten dep karar aldı. İkisi hazır Yahudiler mana Kudağı mın şükri bunu okşaş görüp atıdı. Maşındaq vaziyetini başını geçirip bugün günde şu iğirçılıklarda doğru yol tutup hazır Doğu Kudaysa başlık Dünya Uygur Kurultayı Cenevre'deki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın meydanında neh meydanda durup dehşetli Xitay ministrleri bilen 50-60 adamni ekegen kişiler bilen can kıvatıdı. Can. Bu en tayin yüksek pelle. Biz bazıda özümüz hürmetlemeyimiz, özümüzün içimizge milletinin neçe ming yıldan beri begen ve Allah begen kudretimizge anşenmeyimiz. Biz kudretlik millet. Şundak devletlen aşındak meydanda can kıvatkan devletler yok. Asla birip sözü şudu Amerika'da kudretli devlet ma muşunu kösetmezsin diplomatiya işletip juru atıdı bugün geçe. Xitay onu Amerika'nın yok bile bendeydi. Bu ekilişi bu dokunaysa muşu keyinki 5-6 yılda intayin yüksek siyasi seviyesi üstü. Onun teşkili kabiliyeti burundan bağdı. Onu ben başkatı icra komitetinin reisliği süpütü kökendim. Ama siyaside aldığın görüş bu siyasi rehberler için tarih, coğrafya siyaset miqyası da, millet miqyası da, devlet miqyası da tefekkür kılış en mühim mesele. Maşındaq tefekkür kılış bulmasa siyasette aldığın görüşke bir işini başlamaya durup onun akıbetini intayin muşu keyinki bir yılın içinde Dokunaysanın neç kadamları var. Japonya'daki parlamentler jığın elim. Onun akıbeti bugün için bu atılır. 9. oktyabr günüdeki bir yok 3 cümlelik ilanı elim. Bu otur şarkı münasebetlik. Onun akıbeti hazırgıça paylı akıbeti bu atıdır. Tünügün New York'ta ötken sorununu tedbirini alaylık. Bana maşındaq keldik ama bu yeterlik emas. Bizning milletni qutuldirish uchun, milletni millet süpüt saqlab qilish uchun, uning kelgusi bo'lishi faqat buni O'rta Osiyodagi Turkiy Cumhuriyatlarning keyingi 32 yillik tarixi ko'rsatyapti. Mustaqil bo'lsa hammasi bo'ldi ekan. Men 32 yilki burungi Olmaotadagi qirdosh qozoq xalqining vaziyatini ko'z oldirimga keltirsam, bugungi yer osmon farqi bor. Shuning uchun mana mushu yo'nalishda Dunyo Uyg'ur Qurultayi bugun birdan bir liderlik sifatga ega. Shunga Beijingning asosiy zarba berish nuqtasiga aylanganimiz shu. Uni bugungi kunga ming afsus siyosiyda oldin ko'ra ixtiro emas va har xil shaxsiy o'zlarining savodsizlikdan hatto Xitoyning puliga setilganlar to'xtamay hujum qilib, to'soqlarni qilyotidi. Ammo mushu hozirgi tutgan strategiya Dunyo Uyg'ur Qurultayining eng to'g'ri, eng durust strategiya. Buning oqibati yildan yilga kuchaydi, yildan yilga qurultayning ta'siri o'sadi. Deb hisoblayman, mana shunday baho berib. Köpten köp rahmet, hürmetlik Qahramon aka. Hamda hürmetlik Ro'zi Mehmet Hacık'a ahirgi savolimni, yani o'xshash savolni sizdan so'ray. Sizning Dunyo Uyg'ur Qurultayininki o'tgan 20 yilliga bir qisqacha baho berib bergan bo'lsangiz rahmat. Ben Qahramon akamga %100 qo'shilaman. Mayt to'g'ri baho berdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi bugungi kunda birdan bir faqat ilqi salohiyatlik bütün bari Uyghur halkınınki, Uyghur milletinninki salayetlik bir organ desek buludu. Bu %100 yalnız Uygurlarla emas, gaybirler bunu tonumsana. Lekin halkara cemaatçilik ve nurgun başka çoğun memleket, Avrupa, Amerika dek memleketler bunu
donut oldu. Asıl birden bir Uygurlarning lideri Dünya Uygur Kurultayı ve onunki rahberi, reisi Dolkun Aysa'dır. Şunun için biz ilk Uygurlarda makal var. Er kaldı da iş kaldığında akkan erinin kadri yok dep, gay vaqtida özümüz qadrilmay qalamiz. Ben mesela ahirki şu 20 yılın içinde 5'ida mana Qahramon Kalma dep ketdi. Dünya Uygur Kurultayı nayti şu vaqtlarda qiyin vaqtlar qayerda deganda bizning içimizde o'qigan xalqaro bir darajaga chiqqan olimlar yo'qdi. Hozir alhamdulillah mana nurg'un olimlar bor. Hatto o'zini ko'rsatdi. Shu hatto o'zi mandaqlar gapni o'chig'ini deyli. Shu 80 yilning oxirlari, 90 yillari vatandan chiqqan oliy ma'lumotga ega bo'lgan qarindoshlarimizninki endi bundaqilqi süpti o'qish tarafda qobiliyati ustun, lekin o'qish tarafda bir nimani Xitoy yaxshi o'rgatmaydi ekanda, bu endi ochiq gap-ku bu. Lekin mushu qarindoshlarimiz chet ellarga chiqib, Amerika, Yevropalarda o'qib, ashularninki o'zining tirishchanligi bilan va fidokorligi bilan nurg'un natijalarga erishdi. Ham qobiliyat, ham bilim. Masalan, ularning ichida aramızda alaylı Nuri Türkel, Mehmet Tohti, bu nimle Zümrüt Erkinle, bu bugün günde Gayrullah, emdi Rahimele, şundakla bizimki bu muavin reisimiz nurg'un erkin ahremler, shunday qatori nurg'un doktorlar, dotsentlar Dünya Uygur Kurultayıga qo'shildi, akademiklar buni qo'llab, nihoyatda kuchli bir tashkilot bo'ldi. Va aytgandek, shuning uchun shaxsiy mening o'zimninki ko'z qarashim, buningda Dünya Uygur Kurultayı %100 başka hech qanday tashkilotlar o'zininki bir vazifasini, o'zining hassasini qo'shgan bo'lsa, lekin Dünya Uygur Kurultayıda bunday bir nihoyatda taroziga bir salmoqliq silinadigan harakatni hech kim qilgani yo'q. Gapning o'chig'ini ochiq deyishimiz kerak. Shuning uchun o'tgan bizningki raislarimiz Erkin Alptekin boshliq, Rabia Qodir, undan keyin Dolqin Aysa, bular nihoyatda Alloh taolo bularga tan salomatlik bersin, uzoq umr bersin. Nihoyatda tarix oldida, millat oldida, Allah roziligi oldida nurg'un ishlar qildi deb deymiz. Shuning uchun biz albatta bularni ham asrlaymiz, ham qadrlaymiz, ham suyimiz. Alloh taolo inshaalloh mushlar bari vatan o'zininki qo'ygan g'oyasiga va maqsadiga yetishga Alloh taolo nasib qilsin. Dünya Uygur Kurultayı'nın beshida albatta mushundaq reislerimiz, bizningki rahbarlarimiz bor turib, cho'qim inshaalloh Dünya Uygur Kurultayı o'zininki g'oyaga yetadi deb bunga ishonchimiz komil. Ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Ro'z Muhammad Hoji aka, Qahramon aka, bergan atrofli ma'lumotinglarga rahmat aytamiz. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mushagicha bo'ldi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uygur Kurultayı'nın o'tgan 20 yillik nazarnomliq chatma suhbat programmamizning 3-bo'limini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Xo'sh.